Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng zo'r to'purari Eldor Shomurodov professional faoliyati davomidagi eng sermahsul mavsumni o'tkazmoqda. Italiyadagi faoliyatdan keyin Turkiya Superligasiga ko'chib o'tgan 30 yoshli hujumchi yangi ligada tez moslashdi va to'purarlik mahoratini namoyish qilib kelmoqda. Aslida Eldor Istanbul Başakşehirga ko'chib o'tgandan keyin chempionat o'yinlarida muntazam to'p kiritib, ma'lum muddat to'purarlar bahsida yakka peshqadamlik qildi. Biroq legionerimiz Superliganing oxirgi 5 ta uchrashuvida maydonni golsiz tark etdi. Buning oqibatida to'purarlar poygasidagi asosiy raqobatchisi Pol Onuachi barqarorligi evaziga gollarning sonini 22 taga yetkazib, Shomurodovdan anchagina oldinga o'tib oldi. Shu bilan birga nigeriyalik forvard gollardan 6 tasini penaltidan kiritdi. Turkiya chempionatining 29-turiga kelib, o'zbek hujumchisi 5 o'yindan iborat quruq seriyasiga yakun yasadi. Gençler Birligi jamoasini o'z maydonida qabul qilgan istanbulliklar uchrashuvning 9-daqiqasida Eldor Shomurodovning aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi. Oradan yarim soat o'tib, forvardimiz uchrashuvdagi ikkinchi golini kiritdi. Başakşehir 3-0 hisobidagi g'alaba qozonayotganini inobatga olib, Nuri Shahin 80-daqiqada uchrashuv qahramoni Shomurodovni zaxiraga olgani bois hamyurtimiz dubl bilan kifoyalandi. Shu tariqa Eldor Shomurodov Turkiya Superligasidagi umumiy gollar sonini 18 taga yetkazib oldi.